Savolda sizga Malibu Premier haydarmidingiz yoki Merz A200L haydarmidingiz? Premierdan ham narxi arzonga tushyapti. Malibu Premierlarni men ko'rib chiqdim, 39 ming ekan. Yo xudo. Bu ham yangi, ya'ni 6900 kilometr yurgan. Buni narxi 38 ming qilib berilyapti. Uni ustiga qarang, atigi 16 ming pul berib, qolganini nasiya savdoga bo'lib bersangiz ham bo'lar ekan. Hamma rejimi bor-da, mana qarang. Eko, komfort, sport, individual. Zato Merz, jigar, Merz. Buni qarang, mazaligini. Sidinalarni qarang, Alcantara, polni koja, polli panorama. Yo'q narsani o'zi yo'q. Boshqa eshitishini beradi, buni berib qo'yisha. Xullas yozib qoldiring. Malibu olarmidingiz? Buni olarmidingiz. Bu Malibudan ham arzon bo'lyapti. 1.3 turbina bo'lsa ham bor-ku, yomon surib qo'yar ekan lekin. Buni benzin расходichi вообще mazada 6 ta 7 ta atrofida. Buni mana bunaqa joystikli управленияsi mazada Merz bor-ku. Xudo xolasa olib haydingiz tez kunda. Bitta like bosib qo'ying jigar. Hali ham podpiska tashamay ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir podpiska tashab qo'ying. Puli bor akalar, mabodoga xichamgina yurish uchun ayolingizga ham olib bersiz. Bolalarni maza qilib ichida aylantirib yurishadi. Siz hozircha olmasangiz ham Merz olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga hozir tashab qo'ying. Siz sababchi olishsa, siz ham ichida maza qilib o'qib yurasiz.